Mana buni sirini hozirgina o'rgandim. 4 dona tuxumdan bunaqa shedevr tayyor bo'lishini tasavvur ham qila olmasdim. Endi qaynona onajoningiz yurishim bor shirinlik tayyorlab bering desalar, aynan shuni tayyorlang. Go'zal opa mahoratlariga lol qoldim. Siz ham albatta sanab ko'ring. Tuz, qabartma, sariyog' solib kroshka qilamiz. Muzli suv solamiz. O'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. O'rta bo'li margarin yoki saryog'ni kalka ichiga shunaqa yoyib olamiz. Biroz tingan xamirimizni 4 bo'lakka bo'lamiz va saryog'larni joylaymiz. Konvert qilib yopamiz va uzunasiga ochib, turli shaklda o'rab qo'yamiz. Har bir jarayon 5-10 daqiqadan tinishi kerak. Ruletni ochamiz, yana ko'rpacha taxlagandek taxlab qo'yamiz. Endi esa zavarni uchun suv, saryog'ni solib eritamiz. Yaxshilab qaynab saryog' erigandan so'ng unni solamiz. Bir xil massa holatiga kelganda yaxshilab pishitamiz. Bu jarayon gaz ustida bo'ladi. 4 dona tuxum solamiz va mikser qilamiz. Eng asosiy siri zavarnoyga qabartma ham qo'shamiz. Ana endi boyagi xamirlarni 4 burchak ko'rinishda yoyamiz va kesib olamiz. O'rtasiga zavarnoy xamirlarni tushirib, xuddi shunaqa tugib olamiz. 180 gradusga 40-45 daqiqaga jo'natamiz. Albatta pechimiz avvaldan qizigan holatda bo'lishi kerak. Bu joyini o'zim qayta tomosha qildim. Ixtiyoriy krem bilan to'ldirasiz. Va sizda o'sha shedevr tayyor.